Dartda double variable bu qanday variable? Biz double variable'ni double a teng masalan 1.2 deb yaratishimiz mumkin. Bu yerda biz a variable yaratdik, uni qiymatini 1.2 dedik va turini double deb belgilab oldik. Double variable'larimiz har doim o'zida kasr sonlarni, ya'ni qoldiqli qismi bo'lgan sonlarni o'zida saqlay oladi. Misol uchun bunga siz string data turini bera olmaysiz yoki buni siz aytaylik false deb boolean data type'ga o'zgartira olmaysiz. Bir qiziq tarafi, siz xohlasangiz 1 deb berishingiz mumkin. Buni Dart avtomatik ravishda aqlli holatda 1.0 deb hisoblaydi. Ya'ni hattoki sizga buni ko'rinishi 1 bo'lib tursa ham Dart buni backgroundda, ya'ni orqa tarafda buni 1.0 deb belgilab oladi. Ya'ni biz buni turini double deganimiz uchun. Masalan, hozir bu yerda 1 deb turib, agar buni turini int qilsak, endi bu variable'imizning turi int bo'lyapti. Sababi butun son bo'lyapti bu yerda. Buni butun son deb Dart belgilaydi. Agar siz buni double ga o'zgartirib qo'yadigan bo'lsangiz, double deb endi ustiga olib keladigan bo'lsak, ani buni double deb hisoblaydi. Sababi bunga avtomatik ravishda o'sha nuqta 0 ni, ya'ni qoldiqli qismini o'zi qo'yib oladi. Misol uchun biz plus deb turib aytaylik 1.5 deb qo'shib ham ishlatishimiz mumkin. Ya'ni bu sonlarning umumiy qiymati qoldiqli bo'lgani uchun biz buni double deyishimiz mumkin. Xohlasangiz 1 plus 1 ni ham double deb belgilashingiz mumkin. O'sha aytganimizdek, Dart buni avtomatik ravishda double ga aylantirib oladi. Ya'ni oxirida qiymatda masalan print qilib ko'ramiz, keling. Print a deydigan bo'lsak, saqlanib qilamiz va bu kodimizni yurgizsak, e'tibor bering, 2.0, ya'ni 2.0 qilib kasr, ya'ni qoldiqli qismga o'zgartirib olyapti. Xohlasangiz yana bitta double deb turib b teng, misol uchun 2.1 deb yaratamiz. Yana bitta double yarataylik. Double, buni s deymizda, buni a plus b deb olishimiz mumkin va oxirida mana biz s ni chiqaramiz. Bu yerda demak a ni umumiy qiymati 2 bo'ladi. B 2.1, keyin s ni qiymati a plus b, ya'ni a bilan b ni qo'shilgan holati bo'ladi. Endi biz buni yurgizib ko'radigan bo'lsak, umumiy qiymatimiz 4.1 bo'ladi.